Yog'larni yemasdan siz hech qachon ozolmaysiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Barno Suleymanova, 10 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli shifokor diyetologman. Bu videoda ozishimizda va gormonlarimizni yaxshi ishlab, hattoki oshqozon ichi tizimimiz faoliyati yaxshilanishi uchun yog'larning ahamiyati qanchalik muhimligini va foydali va zararli trans yog'larni ajratishni o'rganamiz. O'zi yog'lar ikkiga bo'linadi. Foydali yog'lar va zararli trans yog'lar. Keling, birinchi navbatda foydali yog'lar to'g'risida gaplashamiz. Foydali yog'lar ham yana ikkiga bo'linadi. Foydali hayvon yog'lari va foydali o'simlik yog'lari. Foydali hayvon yog'lariga bu barcha hayvondan olinadigan yog'lar. Dumba, jizza, toplённое масло, saryog'lar, durdalar, qaymoqlar, bularning hammasi foydali hayvon yog'lariga kiradi. Ana endi foydali o'simlik yog'lariga bo'lsa, birinchi siqimdan olingan barcha o'simlik yog'lari kiradi. Bu bodom yog'i, kokos yog'i, zig'ir urug'ini yog'lari, mana shu o'simlik yog'larini birinchi siqimdan olingan hammasi kiradi. Endi qarang, mana shu joyda zararli va foydali yog'lar ajralib ketadi. Pista yog'ini oladigan bo'lsak, hammamiz sevib iste'mol qiladigan pista yog'imiz bu zararli yog' hisoblanadi. Sababi, to'g'ri, pista yog'ini oldingiz, pista yog'ini birinchi siqimidan olingan, rafinatlanmagan yog'i ishlatadigan bo'lsangiz, iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bu juda ham foydali. Lekin biz kundalik ishlatadigan rafinatlangan pista yog'i juda ham zararli. Nega? Sababi, birinchi siqimdan olingan pista yog'ini qayta rafinatsiyadan o'tkazilgani, bu rafinatlangan, hech qanaqa foydali xususiyati qolmagan, aksincha teri kasalliklariga olib keladigan, o't qopidagi o'tni dimlatadigan, quyiltiradigan, og'izdan noxush hid keltiradigan, yuzdagi dog'lar tushirishiga sabab bo'ladigan aynan shu rafinatlangan o'simlik yog'lari hisoblanadi. Shu sababdan magazindanmi yoki bozordanmi yog'larni oladigan bo'lsangiz, iloji boricha rafinatlanmagan, birinchi siqimdan olingan yog'larni olishga harakat qiling. Ruschasida bu nerafinirованный bo'ladi, ingliz tilida bo'lsa extra virgin bo'ladi. Mana shu etib o'tgan rafinatlanmagan yog'larni olib iste'mol qilishga harakat qiling. Ana endi mana shu etib o'tgan, misol uchun palma yog'ini olaylik. Palma yog'ini rafinatlangani, bir necha marta rafinatsiyadan o'tgan palma yog'ini yana qayta ishlov berib quyiltirilgani, ya'ni margarinlar, bu eng zararli trans yog' hisoblanadi. Hozirgi kunda mana shu margarinlar, ya'ni trans yog'larni har qanaqa mahsulotga qo'shib ishlatishadi. Bu ketchup bo'lishi mumkin, mayonezlar, har qanaqa o'sha shokolad olasizmi, morojniy olasizmi, orqasini o'girib tarkibi bilan tanishadigan bo'lsangiz, har bittasida trans yog'lar qo'shilgan bo'ladi, ya'ni trans jiri bo'ladi. Trans yog'larni agar iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bu tabiiy yog' emas, bu qancha rafinatsiyadan o'tilgan, qancha kimyoviy qo'shimchalar qo'shilgan, quyiltirilgan margarin hisoblanadi. Agar siz margarin qo'shilgan o'sha tortlarni, shirinliklarni, pishiruvlarni, somsalarni, mayonezlarni, ketchuplarni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, birinchi navbatda gormonlaringiz buzilishiga va buni oqibatida o'sha oshqozon ichi tizimidagi buzilishlarga, o't qopini dimlanishiga, quyilishiga, yog'larni yig'ilishiga, ayniqsa ichki organlaringizda o'sha jigarni yog' bosishi, gepatoz, yurekni, ichinglarni yog' bosishiga, xolesterinni oshib ketishiga, natijada bo'lsa infarkt, insult xavfini oshirishga olib keladi. Foydali yog'larga qaytamiz. Foydali hayvon yog'laridan siz ovqatlarda foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun toplённое масло, ya'ni tapit qilingan durda yog'larida siz ovqatlarni qovuradigan bo'lsangiz, qancha foydali hayvon yog'larini, o'sha dumbami, jizzami farqi yo'q, iste'mol qiladigan bo'lsangiz, biz yog'lardan kuch olamiz, energiya olamiz, quvvat olamiz. Misol uchun shashlik dumbalari qanchalik foydali, yoki salatlarga zaytun yog'laridan, rafinatlanmagan zaytun yog'laridan qo'shib turib iste'mol qiladigan bo'lsak, balansda ushlab, foydali
hayvon yog'lari, foydali o'simlik yog'larini normada kundalik iste'mol qiladigan bo'lsak, birinchi va eng asosiy o'rinda gormonlarimiz yaxshi ishlaydi. Ayniqsa jinsiy gormonlar foydali yog'larda yaxshi ishlaydi. Va bundan tashqari, misol uchun kokos yog'ini shimadigan bo'lsangiz, u to'g'ridan-to'g'ri o't qopiga boradi. O't qopini oxirigacha qisqartiradi, safroni yaxshi ajratadi va qabziyat muammosidan, hazm jarayonidagi muammolardan xalos bo'lishingizga zo'r yordam beradi. Va hech qachon bizning yuzlarimizni tiniq bo'lmaydi yog'larni yemagunimizgacha. Shu sababdan qancha biz foydali yog'larni iste'mol qiladigan bo'lsak, yuzlarimiz ham tiniq bo'ladi. Iltimos, bu yog'iga yog'lar bizani semirtiradi degan o'y xayolni olib tashlaymiz. Sababi qancha biz foydali yog'larni iste'mol qiladigan bo'lsak, shuncha immunitetlarimiz ko'tariladi. Oshqozon ichki tizimimiz, gormonlarimiz yaxshi ishlaydi. Hozir sizga eng muhim, eng kerakli ishlatishimiz kerak bo'lgan yog'larni aytib o'taman. Ovqatlarni qovurishga, misol uchun nonushtaga, omletlarni qovurish, tuxumlarni qovurishga, ovqatlarni pishirishingizga toplённое масло, ya'ni durda yog'lardan foydalaning. Bu eng zo'ri. Yoki dumbani, qo'y dumbasini eritib turib ham iste'mol qilsangiz bo'ladi ovqatlaringizni pishirib. Salatlarga bo'lsa eng zo'ri bu zaytun yog'i. Zaytun yog'larini qo'shib turib, salatlar bilan iste'mol qilasiz. Ana endi o't qopingiz yaxshi ishlab, o't qopingiz yaxshi qisqarib, yuzingizda dog'lar, toshmalar bo'lmasligi uchun kokos yog'ini hech bo'lmaganda kuniga 2 choy qoshiq shimishga harakat qiling. Va kofelarni ham o'zini emas, balki kofega ham MCT yog'idan 2 choy qoshiq qo'shib aralashtirib ichadigan bo'lsangiz, bu broni kofe bo'ladi. Broni kofeni ichadigan bo'lsangiz, ichlaringiz yayriydi, taningiz mazza qiladi va kuchingiz, energiyangiz shunaqangi oshadi va MCT yog'i xotirani ham yaxshilaydi, qabziyat muammosini ham bir umrga yo'qotadi. Bugun siz bilan foydali va zararli yog'larni ajratishni, foydali yog'lar qanchalik bizning organizmimiz uchun juda ham muhimligi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldik. Agar siz meni nazoratimda faqatgina yog'liqqina, mazali, kerak bo'lsa shirinliklarni ham yeb turib, analizlarni topshirib, shaxsan o'zimdan lecheniyani olib, 2 oyda o'rtacha 20 kilogramgacha qiynalmasdan gormonlaringizni to'g'irlab ozishni xohlaydigan bo'lsangiz, shu videoni tagida silka qoldiraman. Shu silka orqali Telegram botga o'ting, o'zingizni ismingizni va telefon raqamingizni yozib qoldiring. 24 soat ichida menejerlarim sizga aloqaga chiqishadi va yaqinda boshlanadigan 2 oylik mening ideal qomatim kursi haqida to'liq ma'lumot berib, sizni kursga qo'shib qo'yishadi.